Davom etamiz. Mamlakatimizda ijtimoiy adolat ta'minlangan jamiyat barpo etish yo'lida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda eng avvalo hududlarda kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash orqali ularni daromadli qilishga asosiy e'tibor berilyapti. Xususan, Prezidentimizning og'ir tumanlar va mahallalarni aniqlab, ular bilan alohida ishlash bo'yicha bergan tavsiyalari mavjud to'siq va muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari joriy yilda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashning eng maqbul yo'li og'ir tumanlar hamda mahallalarni rivojlantirish deya ta'kidlagan edi. Shunga ko'ra, respublikamizda 37 ta og'ir tuman va 903 ta og'ir mahalla ro'yxati shakllantirildi. Shular orasida Jizzax viloyatidan 3 ta tuman va 36 ta og'ir mahalla ro'yxatga kiritildi. Hozirda iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan shahar hamda tumanlardan 39 ta mahalladagi 500 ga yaqin kambag'al oilalar ahvoli o'rganilib, kambag'allikka tushib qolish sabablari tahlil qilindi. Bu holatdan chiqarish yuzasidan takliflar ishlab chiqilmoqda. Aholida kambag'allikni qisqartirish uchun infratuzilma va moliyaviy resurslar va boshqaruv birgalikda amalga oshirilgandagina o'sha kambag'allik qisqarishi aniqlandi va shundan kelib chiqadigan bo'lsak, og'ir tumanlar uchun hozirda mavjud bo'lgan imtiyozli kreditlarni foizlari yana ham kamaytirildi. Masalan, hozir 12% gacha imtiyozli kreditlar beriladigan bo'ldi va bundan tashqari hozirda ko'pchilikka ma'lum 33 milliongacha bo'lgan imtiyozsiz, garovsiz beriladigan kreditlar hozirda 1,5 barobarga 50 million so'mgacha oshirildi. Bizning mahallamizda aholimiz ko'proq chorvachilikka, bog'dorchilikka ixtisoslashgan bo'lgan bilan bugungi kunda bu yo'qolmaydigan driver bo'lsa-da, lekin yoshlarimiz, yangi bozorga kirib keladigan yoshlarimizni yangi kasblarga, ya'ni IT ga, sun'iy intellektga va yangi kirib keladigan kasblar bo'yicha ham band qilish rejalarimiz bor. 1 millionta aholi aynan kambag'allikni qisqartirish va daromadini oshirish bo'yicha manzilli ishlash bo'yicha reja tuzib olindi va ushbu dasturga asosan Jizzax viloyatida 41 mingta aholi qamrab olinadi va ularning 35% aynan doimiy ish bilan bandligi ta'minlanadi, 31% tadbirkorlikka jalb qilinadi, 16% mavjud daromadlarini yana ham oshirish reja qilingan. Bundan tashqari kasbga o'rgatish va norasmiy ishlayotganlarni rasmiyga o'tkazish bo'yicha ham aniq rejalar belgilab berildi. Xalqaro ekspertlarning xulosalariga ko'ra 21-asrda eng avvalo inson uchun eng munosib hayot sharoitini ta'minlash, turmush darajasini barqaror ravishda oshirish muhim vazifadir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan aholini kambag'allikdan chiqarish, ularni rozi qilish masalasi mana shu global muammoni mahalliy yechimlar orqali bartaraf etishda mustahkam poydevor yaratmoqda.